savobga erishibdi deyiladi. Faqatgina janoza namozini o'ziga qatnashgan odam bir qiyrot savobga erishadi. Shunda sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, qiyrot nima?" deganlarda, misli Uhud tog'ichalik ajr deganlar. Mana shu qarshimizda turgan ulkan Uhud tog'ichalik 2-3 daqiqa, 5 daqiqada o'qigan janoza namozimiz bilan mana shunday bir ulkan ajrga, savobga erishgan bo'lamiz inshaalloh. Va payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, Uhud bu jannat tog'laridan bir tog'dir degan. İnşallah jannatdan ko'rishimizni Alloh taolo barchalarimizga nasib qilsin. Mana shu joyda Uhud jangi bo'lib o'tdi. Hozirda aytib kelayotganimiz, mana yo'lda ham suhbatlashib keldik. Ana shu jangda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, endi biz sahobalarga maslahat solib, qanday bir holatda jang qilsak, Madina-i Munavvarada qolib jang qilaylikmi yoki Madinadan chiqib tashqarida kutib olaylikmi deganda, ana shu undan oldingi Badr jangida qatnasholmagan juda ko'plab sahobalar aytdiki, biz ya'ni qo'rqoqqa o'xshab ichkarida kutib olamizmi? Biz tashqariga chiqaylik ya Rasululloh, bizni qo'rqitdi deb o'ylashmasin deb, hattoki Hamza roziyallohu anhu ham aytadilarki, ya Rasululloh, agar biz Madinada qoladigan bo'lsak, bizni ular qo'rqitdi deb o'ylashmaydimi? Tashqariga chiqib kutib olaylik deganda, payg'ambarimiz alayhisalom, meni ra'yim Madinada qolishlik edi deb, lekin darhol ana shu urush kiyimlarini kiyib, sovutlarni kiyib, 2 qavat sovutlarni kiyib payg'ambarimiz alayhisalom mana shu joyga kelib Uhud maydoniga sahobalarni 50 ta mohir kamonchini mana shu qarshimizda turgan tepalik, Rumot tog'i, Rumot tepaligi deyiladi. Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu boshchiligida 50 ta kamonchini mana shu tog'ning tepaligiga joylashtiradi. Pastga qolgan sahobalar bilan orqasini to'ladigicha Uhud tog'i to'sib turadigan holatda qolgan sahobalar pastga joylashiladi. Ana shunday holatda payg'ambarimiz alayhisalom aytadiki, mana shu 50 ta kamonchiga har qanaqangi holat bo'ladigan bo'lsa ham, hattoki qonimiz yerga oqib yotganini ko'rsanglar ham, hatto o'laksahur qushlar kelib bizni go'shtlarimizni nimtalayotganligini ko'rsanglar ham, meni ishoramsiz aslo tepalikdan tusha ko'rmanglar deb payg'ambarimiz alayhisalom ana shu jangdagi sahobalarga qat'iy tayinlaydi. Bunda mana ko'rib turibsizlar, mana shu tepalikni kim egallab oladigan bo'lsa, mana shu jangda ustunlik ana shu odamning qo'lida bo'ladi. Chunki qibla bu tarafda, mana shu tarafdan kelayotganlarga ham kamon orqali nima qilishadi? Hujum qilishadi va mana shu tog'ni aylanib o'tmoqchi bo'lganlarni ham mana shu tog'da turganlar kamon bilan orqasiga qaytarib turadi. Hattoki ana shu jangda Xolid ibn Valid hali musulmon bo'lmagan bo'ladi. Ana shu juda ham bir mohir jangchi, mohir qo'mondon bo'ladi. 200 ta otliq jangchi bilan bir necha marotaba aylanib orqadan o'tib hujum qilmoqchi bo'ladi, lekin 3 marotaba harakat qiladi. Birortasida ham mana shu joyda kamonchilar turganligi sababli aylanib o'tib ortidan hujum qila olmaydi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu aytadiki, ana shu jangda deydi, men biror marotaba ham bunaqangi bir nochor, bunaqangi bir ya'ni imkonsiz holatda qolmaganman deydi. Ana shunaqangi orqadan aylanib o'tishga harakat qiladi, lekin payg'ambarimiz alayhisalom mohirona tuzgan rejasi bilan 50 ta kamonchi ularni tinimsiz orqaga qaytarib turadi. Jang boshlanadi. Jang boshlangandan keyin Hazrati Hamza roziyallohu anhu shunaqangi bir jangda mohir bo'ladiki, ular ana shu davrda qaysi bir kelgan haligi lashkarlarda ularning bayrog'i bo'ladi. Bayrog'i yiqiladigan bo'lsa, ana shular nima bo'ladi? Jangda mag'lub bo'lgan hisoblanadi. Hazrat Hamza roziyallohu anhu o'zining yoniga bir qancha mohir jangchilarni oladida, sahobalarni to'g'ridan-to'g'ri yorib o'tib, ularni bayroqdoriga qarab hujum qiladi. Bir qancha bor ularni bayroqdorini o'ldiradi. Ana shunday holatda ularning bayrog'i yiqiladi. Ana shu holat Hazrat Hamza roziyallohu anhu, Hazrati Ali roziyallohu anhu, Hazrati Osim roziyallohu anhu qayta bayroqdoriga hujum qilib, 6 marotaba, 7 marotaba ana shunday holatda bayroqlarini ularni yiqitishadi. Hattoki ularni 9 marotaba bayrog'i yiqiladi. Shunda ular sarosimaga tushib qolib, nima bo'layotganligini bilmasdan, biz mag'lub bo'ldik shekilli, qarasa, hadi bayrog'imiz yiqilyapti, turyapti deb ortiga qarab qochayotgan vaqtida haligilar mana shu tog'da turganlar endi nima deydi? Pastda ulardan shahid bo'lganlarni mana shu joyda pastdagi sahobalar g'animalar deb qo'yadi, yonidagi qilichlari, boyliklari, nimalarni bo'lsa, ana shularni pastdagi sahobalar yig'ayotgan vaqtda mana shu tog'dagilar ham aytadiki, biz ham tushib g'animalarni yig'amiz. Pastga tushamiz deganda, ularning boshchisi Abdulloh ibn Jubayr bizga Rasululloh nima degan edi? Albatta,
har qanaqangi holat bo'lsa ham bu joydan tushmanglar degan desa, ular aytadiki, sen bizga urush vaqtida boshliqsan. Endi urush tugadi, ko'rmayapsan, hammasi ortiga qaytib ketdi. Bo'ldi, endi biz o'zimiz sho'ramiz deb turib, Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu so'zlariga kirmasdan pastga tushib yorishadi. 4 tagina sahoba qoladi, xolos deyilgan. 4 tagina sahoba qoladi. Endi ana shu ortidan hujum qilmoqchi bo'lib turgan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu otliq jangchilar bilan qarasa, faqatgina 4 tagina kamonchi turibdi xolos. Endi nima qiladi? To'g'ridan to'g'ri tog'ga qarab, oti bilan choptirib chiqib, ana shu joyda qolgan 4 ta sahobani oti bilan birgalikda chiqib turib haligilarni shahid qiladi. Va to qarasa mana shu joyda g'animalarni yig'ib yurgan sahobalarni otlarida kelib haligilarni shahid qilishlikni boshlaydi. Juda ham bir parokanda jang bo'ladi. Hattoki narigi tarafga quvlab ketgan sahobalar ortiga qaytayotib, hammasi temir kiyimlarda, temirlar, sovutlar kiyib olgan, bir-birlarini tanimasdan, hattoki musulmonlar bir-birini chopib ketadi. Ana shunaqangi bir og'ir jang. Mana shu jangda deyiladi, Hamza roziyallohu anhu ni o'ldirishlik uchun bir Vahshiy degan qulni uni deydi sohibi Hind deyilgan. Ana shu Hind bir Vahshiy degan qulga, sen agar mana shu jangda qatnashib, ana shu Hamzani o'ldiradigan bo'lsang, men seni ozod qilaman. Hattoki bir qancha boylik ham taklif qilgan deyiladi. Ana shu jangga Hazrat Hamzani o'ldirishlik uchun kelgan Vahshiy roziyallohu anhu keyinchalik musulmon bo'lgan, dinimiz yo'lida juda ulkan xizmatlar ko'rsatgan. Ana shu Vahshiy ham aytadiki, men deydi, mana shu jangda qatnashar ekanman, kim bilan nima bo'lyapti, hech narsaga qarayotganim yo'q. Faqatgina Hamzani izlashlik bilan ovora bo'ldim va uni ortiga qarashligini kutdim deydi. Hazrat Hamza roziyallohu anhu jang qilayotganligini ko'rib, ortiga qaragan vaqtda u nayza otishlikda juda ham bir mohir bo'ladi. Hamza roziyallohu anhu ga qarab uzoqdan bir nayza otganida bellardan kirib, oldidan kindiylardan chiqib ketar ekan. Ana shunday holatda to'g'ridan to'g'ri borib, Hazrat Hamza roziyallohu anhu bilan jang qilishga aytarli botini olishmagan. Ortiga qaraganda nayzani otgan va belidan kirib qornidan chiqib ketadi. Ortiga shunday qaradi deydi Hazrat Hamza. U ortiga qaradi va men tarafga qarab qadam tashlay boshladi. Hazrat Vahshiy aytadi, men tarafga qarab qadam tashlay boshladi. Va men o'yladimki, bo'ldi, men ham o'ldim. Menga qarab yurib kelyapti, bo'ldi, keladida meni ham qatl qiladi deb o'yladim. Va qon ko'p yo'qotganligi sababidan bir qancha qadam tashladida oldimga kelib yiqildi, ana shu joyda shahid bo'ldi. Ana shunday holatda juda ham ko'p 70 ta sahoba mana shu tog'dagi kamonchilarda tushib yuborganligidan keyin 70 ta sahoba shahid bo'lishgan. Xususan bu jangda musulmonlarning bayroqdori Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ham mana shu jangda shahid bo'lganlar. Mana shu jang tugagandan keyin juda ko'plab musulmonlar aytib o'tdi, 70 ta musulmon shahid bo'ldi. Shahid bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhisalom mana shu joyda shahid bo'lganlarning jussalarini qarab turgan vaqtlarda amakilariga ko'zlari tushib juda ham bir og'ir ahvolda qoladilar. Qarasalar Hazrat Hamza roziyallohu anhu arablarda musla degan narsa bor. Quloq burunlarini kesib, barmoqlarini kesib, ana shu mayitlarni juda ham bir og'ir ahvolga solishadi. Ana shu joyda Hazrat Hamzaga ko'zlari tushib qarasalar, quloq burunlari kesilgan, qornilar, barmoqlari kesilgan, badanlari nimtalanib, hattoki qornilari yorilib, jigarlari olib, chaynalib tashlab holatda turibdi. Ana shunday holatni ko'rgandan keyin payg'ambarimiz juda ham bir og'ir ahvolga tushib, mana shu jangdan keyin sahobalarga janoza o'qiyotgan vaqtlarda birinchi bo'lib Hamza roziyallohu anhu ni qo'ydilar, janozasini o'qidi. Va yonlariga yana bir sahobani olib keldi, u bilan birgalikda yana Hazrat Hamzaga janoza namozini o'qidilar. Har bitta sahoba bilan birgalikda 70 marotaba janoza namozini o'qiganlar. 70 marotaba. Shahidlarning sayyidi, ya'ni sayyidish shuhado deb eslanadi. Mana shu jangdan keyin Hazrat Hamza roziyallohu anhu ga 70 marotaba janoza namozini o'qiganlar va bu joyda ana shu qarshimizda o'rab qo'yilgan joy bor. Hozirda boramizda shahidlarga payg'ambarimiz alayhisalom salom yo'llaganlardek birgalikda salomlarni yo'llab qaytamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz alayhisalom juda ko'p shahidlarni ziyoratiga kelganlar. Inshaalloh avtobusda suhbatimizni davom ettirib ketaveramiz. Chunki